Shoh-shohkiga, gado-gadonikiga borgani yaxshi. Mani bitta singlim bor. Assalomu alaykum, palakat. Mashinam buzilib qoldi. Oybegish tashab qo'ya olasizmi? Bo'ldi, o'tiring aka. Voy. Sizga berishga pul mashinada qolibdi-yu. Pul uchun to'xtamadim aka. Shundoq borib qo'yaman. Katta qolaynikini yuribsanmi? Sal chetroq yur. Kir aka. Ko'rmay qolma aka. Uzr. Ning bor uzr aka. Endi nora mashina hadisi shu-da aka. Ko'chaga sig'maysiz. Hammadan gap eshitasiz. Bitta maslahat beraymi, ukam? Hech qachon oddiy mashinada yurganingizdan uyalmang, xo'p? Jaboy xonadonmasmi, oyi? Voy o'g'lim kiruvga. Oydekkina qiz ekan. Otasi yo'q ekan, akasi yo'q ekan. Akalar bilan gaplash bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Biyoq qizuv bo'ldi-yu. Qaqqa yotganingiz bilib qo'yapsiz qilib. Yigitchilik endi aka. Baxt eslab, shohni ham, gadoni ham yuborar ekanmiz. Shoh-shohkiga, gado-gadonikiga borgani yaxshi. Mani bitta singlim bor. O'zimga o'xshagan oilaga uzataman. Bitta maslahat beraymi? Yo'q, Kim quloq solmas gavhar so'ziga. kerak emas aka. Kambag'allik yomon darddir. Kambag'alga shundoq ham hamma maslahat beradi. Kada pastroqdan joy ko'rsatar. Siz baxtli bo'lasiz. Bolang ting